Hem tövendik babda İmam Buxari rahmetullahi aleyh bir adam bir namozni o'qimay unutib qolibdi. Bu namozni esiga olgan naman o'qisin deydi. Ya'ni shu ash namozdan boshqa namozni iyoda qilmaydi. Demakchi o'g'li, oraliqdagi namozlarning iyodasini qilmaydi. Esiga olgan namozni shu esiga olgan zamatlam o'qiydi demakchi. İbrahim deydi bir odam bir namozni 20 yil tark etib qolibdi. Bu mubolig' xarakterli gap emas bu yerda. Faqat shu namozni bir vaqt namozini qazosini qiladi demakchi. Bir odam bir namozni 10-15 yildan keyin esiga kelibdi. Bir vaqtda namoz o'qiganmaganligi. Shu 10-15 yil, 20 yildan o'tgandan keyin esiga olgan namozning o'zini ham qazosini qiladi. Oraliqdagi namozning qazosini qilmaydi. Ya'ni qaytilmaydi demakchi. Bu yerda ya'ni o'chirat buzildi degan bo'lsa kerak. Endi 597 numaralı hadisda İmam Buxari rahmetullahi aleyh bizga Abu Nuaym ve Musa ibn İsmail hadis so'zlab bergan dedi. Bu hadisda İmam Buxariga ishkaylan so'zlab beribdi. Bu ishkaylan dedi bizga Hammam Qatada Anas ibn Malik'dan bayon qilgan bo'lib, Hazrati Anas payg'ambar alayhisolatu vasallamdan bayon qilgan. Janob Rasululloh dedi, bir odam namozni unutib qolibdi, esiga olgan hamon o'qisin. Buningdan boshqa bu namozning kaforati yo'q. Buning gunohini yapadigan hech qanday o'zrisi yo'q dedi. Chunki Alloh Qur'oni Karimda va aqimus solata li zikri meni esingizga olgan hamon namozni o'qing ey bandam degan bo'ladi. Bu yerda oyatga li zikri degan meni eslash uchun degan ma'noni bildirdi. Yoki bo'lmasa meni esingizga olgan hamon degan ma'noni bildirdi. Ya'ni bu ikki ma'noni bildirgan. Ya'ni unutib qilib mening buyruqimni esingga olgan hamon o'qigan degandan bildirdi yoki meni eslash uchun o'qigan degandan bildirdi. Ikkili ma'no to'g'ri. Chunki namoz o'qigan vaqtimizda namozda o'qishdan maqsad Allohni eslash uchun o'qiymiz. Allohga bo'lgan sig'inishimizni ifodalab o'qiymiz. Allohga bo'lgan iltijoyimizni, Allohga bo'lgan yaqinligimizni ifodalab o'qiymiz. Demak ikkili ma'no bu yerda to'g'ri. Musa dedi hammam mundaq degan. Undan keyin va aqimus solata li zikri deganligini anglagan edim deydi. Yani agab deb bo'lganda Rasululloh mushta degan deb bu shaklda bayon qilgan. Endi Habban deydi o. Hammam bizga so'zlab bergan. Qatada bizga so'zlab bergan dedi hammam. Qatada dedi Anas bizga payg'ambarimizning ashdan o'xshash hadisni so'zlab bergan. Buningdagi hadisdagi shohid muhim nuqta bir odam namozni unutib qolgan vaqtida uni o'qisin degandiki shu amr buyruq esiga olgan hamon o'qisin degan bo'ldi. Demak bu yerda tartib yo'qoldi degan gap. Oraliqda masalan 7-8 namozni yo 1 oylik namoz o'qib olgan bo'lishi mumkin. U vaqtida hamda qazo namozining bu yerdagi unutib qolgan namozning tartibi saqit bo'lgan bo'ladi.